Uzoq kutgan xonadonimizda remont ishlari bitdi. Ikkita aka-uka uchun. Mirzo Ulug'bekda joylashgan har bitta xonadon 3 sotuvdan endi jasur ishlarga kiramiz. Hamma narsa tushuntirgan ko'ramiz. Ko'rishinglar mumkin, oldida preddamoviy territoriyasi keng va katta mashina qo'yish uchun sharoitlar qoldirilgan. Mana bu zeleniy zonalarga bitta baho bering. Ana endi esa sizlarga xonadon ichini ko'rsatamiz. Qani ketdi. Kiramiz. Давай сначала гостей пропустим, брат. Давай. Ko'rishingiz Letniy kuxnya mumkin. ham ko'rsatgan, letniy kuxnya. Mana bu letniy kuxnyalarga bitta baho bering. Yoz kunlari zo'r ovqatlar qilib o'tirish uchun zo'r sharoitlar qilinibdi. Tepada ham balkon ham chiroyli chiqdi. Fasad qismiga bitta baho bering. Uyimizni белоснежный, brat. Sobir etgan. Mana bu zeleniy zonalarga bitta baho berasiz. Qani endi xonadon ichiga kiramiz. Video saqlanib qilib qo'yish esdan chiqarmang. Remont qilayotganingizda aniq kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, ichkari qismida keng hol qismi kutib oladi bizani. Prostorni hol ekan-a? Brat, remontlariga bitta baho bering. Remonti zo'r. Bu yerda nima ekan? Bu yerda bizda kuxonniy zonamizni ko'rishingiz mumkin. Полностью mebel texnika bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu lestnitsalarni qarang. Hozir ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Undan oldin bitta gostivoy zalga baho bering. Marhamat. Interyer dizayner akalarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Xonadon juda chiroyli. Общий nechi kvadrat? 360 kvadrat aka. 360 kvadrat. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Вообще необычный дизайн, а? Birinchi qavatdagi общий sanuzel. Bu yerda родительский spalnya vaqtimiz ekan aka, buni ko'rsata olmaymiz. Tepani ko'rsatamiz. Qani ketdi. Mana bu zinalarni qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Aka, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yerda spalnya komnatalarimiz. Общий nechta xona? Общий 5 ta xona, 4 ta sanuzel mavjud. Bu детский spalnya qiz farzand uchun. Aha. Bu bizda родительский spalnya ko'rishingiz mumkin. Sanuzel bo'ladi. O'zini sanuzeliga ega. Endi jasur hamma hozir so'raydi narxi, qanaqa narxi? Narxi juda ham zo'r. Undan oldin bitta mana bu balkonni ko'rsatib o'taylik. Balkon qismiga bitta baho bering, gap bo'lishi mumkin emas. Endi narx qanaqa? Narxi 550 ming startoviy so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling. Pastda to'liq nomerlarni qoldiramiz. Yaqinlarga yuboringlar. Sog' bo'ling.